Assalomu alaykum ko'katang bolalari. Sog' salomatmisiz? Kayfiyatlar joyidami? O'quv yilini ham yaxshi yakunlayapsizmi? Hammangizga omad tilagan holda mana bugun siz bilan biz chiroyli bir galupsini tayyorlashni ko'ramiz. Yangicha, sal yangilik kiritgan holda. O'zi-ku aslida uni hamma biladi-ku. Galupsi tozalangandan keyin ichiga ozgina ko'kat yoki birinchi ozgina tuz, keyin ozgina murch, undan so'ng ozgina ko'kat sepib qo'ysangiz, galupsingiz pishgandan keyin taxmi o'zgacha bo'ladi. Buni bir qilib ko'ring, farqi bo'larmikan yoki yo'qmi? Bu ham bir yangilikda bolajonlar. Ko'ramiz. Ko'katang bolalari, mana men ham ish qilyapman. Mana chivinlarni haydab turibman. Tashqariga biz tashqariga ovqat qilamiz. Toza havoda va tashqarida ovqatlanamiz. Biz ovqatimizga chivin tushishini xohlamaymiz. Haydab turamiz. Ana azizlarim, mana buni nomi yuka. Yuka manaka. Buni men shunga hayronman. Yuka qanday chiqadi? Shunga suvga solib men ham qilib ko'ryapman. Tomiri chiqadimi? Tomiri chiqsa, yerga o'saman, keyin uyimizga yukalar ko'payib ketadi. Buni o'sishga manaka. Ozgina tomiri o'sdi. Ko'rdingizmi azizlarim? O'sha ozgina tomir chiqdi. Sekin-sekin asta tomir chiqadi. Tomiri ko'paygandan keyin, mana shu yergacha kelgandan keyin yerga o'kayvering. Hovlingizni yashnatadi. Azizlarim, chivinlarni ovqatlarimizga, galupsimizga qo'nishini yo'qtirmaymiz. Chivinning ham bir zahari bor, mikrobi bor. Bu ovqatni hamma kishi yeydi, mehmonlar. Har ko'katang bolalari. Ko'katang bolalari, mana tashqarida toza havoda tayyorlagan bulg'orli do'lmamiz tayyor bo'ldi. Chiroyli, ichi murchlangan. Videoda ko'rganingizdek hammasi murchlangan. Birdaniga chiqamiz. Buvijon, endi obunachilarni chaqirsangiz ham bo'ladi. Xo'p, bo'ladi bolajonim. Mehmonlarga ham qoldirdingizmi? Ha, mehmonlarga qoldi. Olib qo'ydingizmi? Olib qo'ydim. Bu pomidorlar qayerdan? Bu o'zimiz qishda issiqxonada saqlagan pomidorlarimiz. Ha, o'stirganingizmi? Ha. Men ancha payt yo'q edim-da. Shunday katta bo'lgan. Katta bo'lib, endi yangisini ekdik. Buvijonim ham yordam beryaptilarmi? Ha. Albatta. Suv qo'yapman. Siz suvchi buvijon? Afarin bolalarim, mana shunday o'zlaringiz ekib, o'zlaringiz rivojlantirib, o'stirib eksangiz, faqat sizlardan rozi bo'lamiz, bolajonlarimiz. Dadalaringiz, amaklaringiz o'rgatdim ishda. Juda yaxshi. Salat qiling, bobojonim. Olib boring. Ko'katang bolalarining obunachilari, endi uyimizga mehmon bo'lib kelinglar. Mehmonlarga ovqat olib qo'yganimiz degani bu sizlarniki. Osh bo'lsin. Juda yaxshi. Mehmonimiz bo'lib qoling. Murchlangan, demak azizlarim, murchlangan galupsini iste'mol qilib ko'ring, yeb ko'ring, tatib ko'ring. Murchlangan deganimiz sal galupsining ichiga murch sepdi, tuz sepdi.
bu galibsiga o'zgacha taxm bergisi kerak. Ko'ramiz, tatib ko'ramiz. Xayr. Xayr hammaga. Xayr ko'ksim bo'ladi. Gullari, sog' salomat yuring. Sizni kutib qolamiz. Gul qizim, choyingizga yalpi soling. Hozircha xayr.